Assalomu alaykum. Adiksiz kuzatadigan hoji akalarim, tuzumsizlar. Pulli yuradigan hoji akalarga yana bitta mana zo'r ideya. Sizlarga ideya berish menga emas, yana bitta bir ukalardan bir ajoyib taklif. Adiksdan shunaqa pul topadigan kreslolarni olasizlar. Mana bunaqa joyinglar bor-ku, bilaman-ku. Bitta shunaqa kreslodan qo'yib qo'ysanglar, kuniga bir 100 so'm, 200 so'm donasi bir sizga tashlab berib tursa, hoji aka, shunaqalardan bir qo'yib qo'ysangiz, mana zo'r g'oya. Samarqandda bu joyimizni zo'r yechim qilishibdi. Bizdan klientlarimizga bir 10 tacha shunaqa kreslo olishgan edi. Mana qayerga qo'ydinglar desam, keling, aka ko'ring deydi. Mana shunaqa joylarga qo'yib qo'yishibdi, qaranglar, turishini joylarga yarashib. Hoji aka, sizga ham shunaqa bir kreslo kerak bo'ladigan bo'lsa, Adixga o'zimizga murojaat qiling bo'ldi. O'zimiz go'zal narxlarda qilib beramiz, hoji aka. Assalomu alaykum. Adiksiz kuzatadigan hoji akalarim, tuzumsizlar. Pulli yuradigan hoji akalarga yana bitta mana zo'r ideya. Sizlarga ideya berish menga emas,